Hech qaysi meva sabzavotni olimlarimiz bu darajada ko'p tekshirmagan bo'lsa kerak. Mutaxassislarning aytishi bo'yicha aynan mana shu mahsulotni 40 dan ortiq klinik tekshiruvdan o'tkazishgan ekan. Bu mahsulot chesnok. Chesnok organizmga juda katta foydasi bor. Buni bitta sanab o'tmayman-da, asosiylarini aytib o'taman. Birinchi navbatda yurak qon tomiri elastikligini tiklab beradi. Qon tomir ichidagi tromblarni, shlaglarni oson eritib beradi. Shuni hisobiga insoniyatni qamrab olayotgan hozirgi paytda qon bosimi, insult, infarktni oldini olish mumkin. To'g'ri, buni 1-2 marta yeb qo'ysangiz oldi olinmaydi. Yillar davomida ovqatlanish tartibini, suyuqlik ichish tartibini yo'lga solgan holatda iste'mol qilsangiz, mana shu jiddiy kasalliklarni oldi olinib qoladi. Undan tashqari chesnokni xavfli o'smalarga qarshi xususiyati bor. Ertaroq iste'mol qilib yurish kerak sog'lik paytida. Endi buni qanday iste'mol qiladi? Qanaqa qilib bo'lsa ham organizmga kirgizishimiz kerak? Iloji boricha og'iz orqali bo'lsa yaxshi bo'ladi. Endi bitta no tomoni bu o'zidan o'ta qo'lansa hid tarqatadi, shu tomoni minus tomoni va oshqozon ichakda yarasi borlar ehtiyot bo'lishlik kerak. Men mana shu qo'lansa hidi borligidan men shaxsan o'zim kapsulasini, ekstraktini iste'mol qilib yuraman, atrofdagilarga zarar keltirib qo'ymay deb. Chesnok iste'mol qilinglar, albatta ajoyib foydalari bor.